Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana Allohimga shukrlar bo'lsinki, Ramazon oyini ham tugatib oldik. Ramazon oyini boshida biz o'sha siyosiy faollar bilan butun bir o'sha tashqarida yurgan, O'zbekistonda ichida yurgan muxolifat kuchlar bilan kelishgandik. Ramazon oyini o'tkazib olib, albatta biz xalq harakati bilan Xaloskor xalq partiyasini tuzishga kirishamiz degan edik. Mana bugun 24-mart 2026-yil O'zbekistonda professor Xidinazar Alloqulov yetakchiligidagi jamoamiz, o'sha sabdoshlarimiz o'zlarini o'sha xalq harakati bilan tuzilayotgan Xaloskor xalq partiyasini tuzishga kirishlarini e'lon qildilar. Bu narsalardan biz ham ruhlandik. Butun dunyodagi muxolifat fikrda yurgan barcha vatandoshlarimizni bu xalq harakatini tuzilayotgan Xaloskor xalq partiyasini qo'llab-quvvatlashga chaqiramiz. Allohim bular fayz barakotlar bersin. Biz mana birlashgan o'zbek muxolifati jamoasi bilan birgalikda, undan oldin o'sha Meros xalq harakati bilan birgalikda, qayerda bo'lsak ham shu biz xalq harakati bilan birga bo'ldik, birgamiz. O'zbekistonda bizning maqsadimiz O'zbekistonda ichida tuziladigan 2 marta tuzilib rasman e'lon qilingan o'sha Haqiqat taraqqiyot sotsial demokratik partiyasi, undan keyingi Haqiqat va taraqqiyot birdamlik demokratik partiyalarni o'sha faollarini bilan birga bo'ldik. Ular bilan o'sha imzolar yig'ildi. 2 marta tuzilib rasman dunyoga e'lon qildik. Dunyo hamjamiyati, o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti bizni partiyamizni hattoki O'zbekiston o'sha boshqaruvidagi Mirziyoyev yetakchilik jinoyatida tan olmagan bo'lsa ham, ro'yxatga olmagan bo'lsa ham, lekin biz bu yerda Yevropada o'sha yashab yurgan yurtlarimizda, Fransiyada, Germaniyada, boshqa bir davlatlarda bu xalq harakati bilan tuzilgan Haqiqat taraqqiyot birdamlik demokratik partiyasini oshkor qildik, e'lon qildik, ular tan oldi. Endi hozir xalq harakati bilan 3-marta o'sha O'zbekistonning ichida shu Ramazondan keyin boshlaymiz degan niyatlarimiz bor edi. Bu narsalarni kelishgan edik. Ramazonda faqat o'sha ibodat bilan bo'lamiz. Allohim ibodatlarimizni dargohida qabul qilsin. Ibodatda bo'lamiz, Ramazondan keyin boshlaymiz degan edik. Bu mana Ramazon endi oyi tugadi. Biz albatta bu partiyani tuzishga kirishamiz. Azizlar, Haqiqat taraqqiyot birdamlik demokratik partiyasi 23-yili. Undan avval Haqiqat taraqqiyot sotsial demokratik partiyasi 21-yilda tuzilib rasman e'lon qilindi. Buni ijtimoiy tarmoqlarda hammangiz ko'rgansiz, bilasiz. Bu partiyani vakillari juda ko'pchilikka o'sha Mirziyoyev yetakchiligidagi jinoyat to'da tomonidan har xil ta'ziqlar, har xil bosimlar, o'sha bir qo'rqitishlar bo'ldi. Biz bu qo'rqib o'tirganimiz yo'q. Masalan, ko'pchilik aytadi, qo'rqib yoki bir partiyani hech qachon bir yashirinib yoki qo'rqib yoki bir chekka turib tuzilmaydi. Xaloskor xalq partiyasini hamma o'zini o'sha jinoyat to'dadan xalos etish uchun qilinadi. Buni nomi ham o'sha. O'zingizni isloh qilish uchun, xalos qilish uchun Xaloskor xalq partiyasiga qo'shilishingiz kerak. Xayrixohlik bildirishingiz kerak. Chunki ertaga kelajak avlodlarimiz uchun biz befarq emasmiz. Vatanimizda bo'layotgan ishlardan hammamizning xabarimiz bor. Bir hovuch O'zbekistonda o'sha Mirziyoyev yetakchiligidagi jinoyatda xohlagan ishlarini qilyapti. Xohlasa bizni pullarimizni olib borib o'sha Amerikadagi o'sha pedofillar yetakchisi bo'lgan o'sha Trampga, boshqalarga, yahud sionistlariga yangi terrorlarni moliyalashtiryapti. 1 milliardlab pullarimizni olib borib, undan tashqari 100 milliard deb va'da bergan, o'sha 100 milliard pullarni ham olib borib beryapti. Demak, qanaqadir bir ishlar bilan o'sha terrorlarni qo'llayapti. Biz bunga xalq bo'lib, biz o'zimizni fikrimizni bildirib 35 yildan beri mum tishlab hech narsa qila olmasdan, hech narsaga erisha olmasdan faqat kurashib o'zimizni chiniqtirib keldik. Xuddi mana Eron davlatini singari. Eron davlati ham 79-yildan beri iqtisodiy inqirozlar girdobiga tushgan.
79-yildan beri hozir mana 47 yil bo'ptiki, neftini sotishga ham, tashqi davlatlar bilan aloqa qilishga ham, boshqa qilishga ham Amerika yo'l bermay keldi. Mana endi Amerikaga o'zining kuchini ko'rsatyapti. Buni Amerika o'sha g'arb davlatlari musulmon davlatlariga nisbatan ta'ziqlar qilib, ularning yo'lini to'sib, taraqqiyotiga dunyo hamjamiyati oldidagi bir dunyo davlatlari bilan qo'shnichilik, iqtisodiy savdo aloqalarini qilishga to'sqinlik qildi. O'zini mahsulotini sotishga, o'zini ishlab chiqargan mahsulotlarini tashqi davlatga realizatsiya qilishga yo'l bermadi. Mana endi bular nima qildi? Shu 50 yil, 47 yil davomida, 50 yilga yaqinroq vaqtda, yarim asr bular faqat o'zlarini toblab, o'zlarini chiniqib keldilar. Eron xalqi, Eron matonat ko'rsatyapti endi. Biz ham O'zbekistondagi o'sha ichkarida yurgan muxolifat fikridagilar, tashqarida Yevropaga chiqib ketgan, boshqa g'arb davlatlariga, Amerikaga, Kanadaga chiqib ketgan siyosiy faollar, biz o'zlarimiz tarbiyalab, o'zlarimiz xalq bilan o'sha bir kurash yo'llarini tanlab kurashib kelyapmiz. Biz ham 35 yildan beri O'zbekiston o'sha iyak davri bo'ladimi? Mirziyoyev yetakchiligidagi mana Mirziyoyevga 10 yil bo'ldi. Yetakchilikdagi jinoyat o'da bo'ladimi? Qarshilariga, o'sha bir to'sqinlariga, ta'ziqlariga toblanib chidab keldik. Endi bizni maqsadimiz o'zimizni taraqqiyot uchun kurash yo'limizni tanlashimiz kerak. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Xalq birlashib, siyosiy partiyalarga bir minbarga ega bo'lishimiz kerak. Biz albatta bu narsaga erishamiz. Mana 2 marta tuzildi deyapmiz, 2 marta e'lon qildik. O'sha dunyo hamjamiyati, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, inson huquqlari idoralari barchasi bulardan xabardor, bu narsalarni biladi. Hattoki tuzilgan o'sha partiyani qancha bir imzo yiqqan, qanaqangi bir ta'ziqlar bo'lgan, kimlar orqali bu ta'ziqlar uyushtirildi, bu narsalarga boshida turgan Mirziyoyev yetakchiligidagi o'sha jinoyat to'daligini bular albatta biladi, xabardor, chunki mana yangi terrorni ham qo'llayotganidan bular xabardor. O'sha Amerikaga olib borib, Trampga olib borib, pullarni berib, yangi terrorni, Eronga qarshi urushni moliyalashtirdi Mirziyoyev. Buni butun dunyo hamjamiyati, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, inson huquqlari idoralari borki biladi, xabardor. Biz ham endi xuddi Eron, matonatli Eron xalqini singari o'zimizni so'zimizni aytadigan vaqtimiz keldi. Buni albatta Ramazondan keyin qilamiz degan edik. Albatta buni mana hozir boshlashga kirishildi. Albatta biz xalq bilan birgalikda haqiqat taraqqiyot birdamlik demokratiya partiyasini bir o'zgacha nomi bilan Xaloskor xalq partiyasi nomi bilan siyosiy partiyani tuzishga kirishamiz. Biz tashqarida yurgan, Yevropada yurgan yoki O'zbekistonning ichida, Rossiyada ishlab yurgan vatandoshlarimizga chaqiriqlar qilamiz. Bundan buyongi suhbatlarimiz, video murojaatlarimiz faqat xalqimizga bo'ladi. Taraqqiyotimizga, kelajak avlodlarning taqdiriga befarq bo'lmagan vatandoshlarimizni albatta siyosiy partiyalarga qo'shilishga, xayrixohlik bildirishga, o'z haq-huquqini talab qilishga chaqiramiz. Biz mana 6 yil 2020-yilda boshlangan bo'lsa, 2019-yilni oxirrog'ida dekabr oylarida bu partiyani tuzilishini e'lon qilingan o'sha professor Xidinazar Allohqulov tomonidan 6 yil faqat toblandik. Faqat atrofimizga o'zimizni xalqimiz vakillarini chaqirdik. Xalqimiz vakillari keldi. Bularning ichida juda ko'pchiligi hozir qamoqlarda o'tiribdi. Ular juda ko'pchiligining oilasi bir tang ahvolda, xuddi o'sha Eronni singari iqtisodiy sanksiyalarga tushilgan singari bularning ham o'sha oilalarini ta'qiblar ostiga olingan, qora ro'yxatda turadi. Bularning oilalari O'zbekiston o'sha Mirziyoyev yetakchiligidagi jinoyatda bularni o'zini bosimi ustida, erlarini, ayollarini yoki farzandlarini qamoqlarda ushlab turgan bo'lsa, oilasini o'sha mahalladagi mahalliy o'sha inspektorlar tomonidan, organlar tomonidan, DXX tomonidan juda qattiq ta'ziqlarda ushlab turibdi. Biz mana shu hattoki ro'za oyini, Ramazon oyini fitr sadoqatini berishga shularni bir nima qilganimiz ham juda qattiq to'sqinliklar, juda qattiq bir noroziliklar bo'ldi o'shalar tomonidan. Bular atay uyushtirildi bu narsani.
Chunki biz buni faqat xalqimizni hamjihatligini o'ylab turib qilingandi. Buni Vazira oyimiz Egamberdiyeva tashabbus bilan chiqqan edilar. O'sha ro'za fitr sadaqotini shu siyosiy Mirziyoyevning siyosiy mahbuslarni oilalariga beraylik degan edik. Juda qattiq ta'ziqlarga uchradik, juda qattiq bir qarshiliklarni ko'rdik. Buni mana kecha ko'zimiz bilan ko'rdik. Kecha bu narsalarni anglab yetdik. Demakki, kimlar bu xalq harakatini qo'llab-quvvatlaydi, kimlar bunga nima deydi, chaladi orqasidan turib, yonida turib, buni hammasini ko'zimiz bilan ko'rdik. Aziz vatandoshlar, bizni bugundan keyingi ertadan boshlanadigan barcha faoliyatimiz faqat siyosiy partiyani, Xaloskor xalq partiyasini qo'llash bilan bo'ladi. Siz azizlardan o'tinib so'raymiz. Har qancha bir chiqishlarimiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha Qidirnazar Alloqulov e'lon qiladi. O'shalarni ko'rib boring, YouTube kanallarini qo'llab-quvvatlab turing. Juda bir qattiq to'siqlar deganimiz bu YouTube kanallarimizni yopdi. Facebooklarimizni yopib tashadi. Biz sizga murojaat qila olmay qoldik. Shuning uchun endi faqat har bir chiqishimizni, har bir so'zlarimizni sizlar like bosib, buni men o'tinib so'rayman. Chunki like bosgandagina tarqaladi bu narsalar. Like bosib, izoh yozib, hech bo'lmasa Xaloskor xalq partiyasiga omad deb yozib qo'ying. Hech bo'lmasa shunaqa deb yozib qo'yingda, bu videolarimiz albatta keyingi bir muxlislarimizga ham, keyingi vatandoshlarimizga ham yetib borsin. Ijtimoiy tarmoq shunaqangi narsa. Faqat sizlarning qo'llovingiz hozircha like bosish bilan, izoh yozish bilan, bizlarni kanallarimizga obuna tugmachasini bosib qo'llab-quvvatlash bilan bo'ladi. Hammamizni, barchamizni, o'sha Qidirnazar Alloqulovning kanali ham yopilgan, hozir kamroq odam ko'rishi mumkin. Agar siz like bossangiz, siz o'shani boshqalarga ham podelitsiya qilib ulashib beradigan bo'lsangiz, ko'proq odam ko'radi, ko'proq odam bunga e'tibor beradi, ko'proq odam bizni atrofimizda, safimizda bo'ladi. E'tiborlar uchun rahmat.